Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan biza ultratovush tekshiruvida tasvir qanaqa hosil bo'lishi haqida va rejimlar haqida gaplashamiz. Ultratovush tekshiruvidagi tasvir xuddi kemadagi sonar tizimidagi tasvirga o'xshaydi. Ya'ni kemani tagida joylashgan mana bu qismdan pastga qarab ultratovush chiqadi va ultratovush yo'lda uchragan narsalarga urilib orqaga eho bo'lib qaytadi. Mana shuni kemani ichidagi kompyuter ultratovush to'siqqa necha sekundda borib kelganiga qarab hisob-kitob qiladi va tasvirni hosil qilib beradi. Mana bu videoda ultratovushni ishlash prinsipini ko'rsanglar bo'ladi. Mana kemani tagidan chiqayotgan ultratovush to'siqlarga borib urilib eho sifatida orqaga aks sado bo'lib qaytyapti. Mana shuni kemani kompyuteri yozib olib hisoblab bitta tasvir hosil qilib beryapti. Mana bu yerda kemaga yaqinroq turgan to'siqlarga, ya'ni mana bu 3 ta baliqqa urilib qaytayotgan ultratovush orqaga tezroq qaytyapti. Ultratovush tekshiruvida ham xuddi shu prinsip ishlaydi. Agar mana bu rasmga qaraydigan bo'lsak, mana bu sonar sistemasi ham pastda turgan baliqqa hisob-kitob qilib tasvir hosil qilganda aynan mana shu joyda qilib chizib beradi. Keyingi tasvir bo'lsa suvi tubidan hosil bo'ladi, ya'ni bu joydan qaytgan eholarni hisoblab datchikdan uzoqroqga chizib beradi. Datchikka qanchalik yaqin joylashgan bo'lsa obyekt, shunchalik rasm tepasida bo'ladi, datchikdan qanchalik uzoqda bo'lsa, shunchalik pastda bo'ladi. Ultratovush tekshiruvida ham xuddi shu qonuniyat ishlaydi. To'siqqa kelib urilgan ultratovush eho sifatida orqaga qaytadi. Bundan kompyuter tasvir hosil qilib beradi. Tasvirda datchikka yaqinroq joylashgan qismlar teparoqda chiziladi, datchikdan uzoqroq joylashgan qismlar pastroqga chiziladi. Bitta narsani bilib olishimiz kerak, ultratovush har xil muhitlar chegarasidangina qaytadi. Agar muhit bir xil bo'ladigan bo'lsa, bunda eho orqaga qaytmaydi. Ya'ni mana bu atrofida joylashgan suyuqlik bir xil muhit bo'lganligi sababli bu joydan eho qaytmaydi. Faqatgina baliq uchrab qolganda, yo'lida to'siq uchrab qolganda qaytgan eho tasvir hosil qilib beradi. Qaytmagan tovush bo'lsa tasvirni hosil qilmaydi. Mana bu yerda har xil muhitlar, mana Z1 muhit va Z2 muhit deyilgan joy, muhitlar chegarasidan mana bu qaytayotgan eho tasvirni hosil qiladi. Agar muhitlar tabiati jihatdan bir-biriga yaqin bo'lsa, ultratovush bitta qismi davom etadi, bitta qismi qaytadi. Natijada bizda tasvir hosil bo'ladi. Muhitlar har xil bo'lsa, chegaradan ultratovush qisman yoki to'liq qaytishi mumkin. Muhitlarning farqi qanchalik katta bo'lsa, shunchalik u yoqdan eho ko'proq qaytadi. Muhitlarning farqi qanchalik kamroq bo'lsa, eho u yoqdan shunchalik kamroq qaytadi. Agar muhit o'zgarmasa, ya'ni bir xil muhit bo'lsa, u yoqdan eho qaytmaydi. Kelinglar endi rejimlarini ko'rib chiqamiz. Eng birinchi ishlatilgan rejim bu A rejim. A rejimdagi tasvir xuddi EKGga o'xshagan chiziqli bo'ladi. Ya'ni muhitlar o'zgargan chegaradagina mana shu chiziqlar paydo bo'ladi. Mana bu o'rtalardan bo'lsa chiziqlar paydo bo'lmaydi, chunki bu yerda muhit o'zgarmagan. Faqatgina har xil muhitlar chegarasidan mana shu chiziqlar hosil bo'ladi. Muhitlar o'rtasidagi farq qanchalik katta bo'lsa, ulardan eho ko'proq qaytadi va bu chiziq shunchalik baland bo'ladi. Muhitlarning o'rtasidagi farq kamroq bo'lsa, eho bu yoqdan kamroq qaytadi, natijada bu chiziq ham pastroq bo'ladi. Avval boshda ultratovush datchiklari rivojlanmaganligi sababli A rejim ko'p qo'llanilgan. Undan keyin ultratovush rivojlanishi natijasida A rejim hozir kamdan kam ishlatiladi. Hozirda ko'zni tekshiruvda ishlatilishi mumkin. A rejim ishlash prinsipini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda muhitlar chegarasidan balandroq chiziq hosil bo'lyapti. Bu yerda muhit o'zgarmagan va bu yerdan eho qaytmaydi orqaga. Boshqa muhitga o'tganda muhit chegarasida mana chiziq hosil bo'ladi. Bu muhitning ichida yana eho qaytmaydi, chunki bu bir xil muhit. Yana boshqa muhit bilan chegarasiga o'tganda eho qaytadi va yana chiziq hosil bo'ladi. Mana shu chiziqlar hosil bo'lishi A rejimi ishlash prinsipi hisoblanadi. Hozirda ko'zni tekshiruvda ishlatilishi mumkin. Bunda ko'zni muhitlari har xil bo'lganligi sababli muhitlarning chegarasida chiziqlar hosil bo'ladi. Mana ko'rib turganingiz birinchisi qovoq, undan keyin shoh pardani chegarasi, undan keyin gavhari oldingi chegarasi, gavhari orqa chegarasi va to'r pardada muhitlar o'zgargani sababli muhitlarning chegarasida shunaqa chiziq hosil bo'ladi. A rejimda patologiyalar ham ko'rinadi. Masalan, katarakta degan kasallik bor. Bunda gavhar xiralashadi.
Ya'ni bu gavhari ichidagi muhit ham o'zgaradi. Muhit o'zgarganidan keyin ultratovush o'tishi qiyinlashadi. Natijada chizig'imiz balandligi oshadi. Ikkinchi rejim bu B rejim. Hozirda eng ko'p ishlatiladigan B rejim, brightness rejimi. Tasvir oqdan qoragacha bo'lgan ranglar asosida hosil bo'ladi. Bu rejim paydo bo'lishiga sabab piezoelektrik kristallarning soni ko'payishi, sifati oshishi bilan bog'liq. A rejimda muhtila chegarasida har xil balandlikdagi chiziqlar hosil bo'lgan bo'lsa, B rejimda oqdan qoragacha bo'lgan ranglar hosil bo'ladi. Muhtila chegarasidagi farq qanchalik katta bo'lsa, A rejimda bizning chizig'imiz shunchalik baland bo'lardi, B rejimda bu shunchalik oqroq bo'ladi. Muhtila chegarasidagi farq qanchalik kam bo'lsa, bu joyda chiziq kichkinaroq bo'ladi va rang qoraga yaqinroq bo'ladi. Ya'ni muhtila chegarasidagi farq qanchalik katta bo'lsa, bu joydan ko'proq eho qaytadi va bu joy oqroq ko'rinadi. Muhtila chegarasidagi farq qanchalik kam bo'lsa, bu joydan eho kamroq qaytadi va rang qoraga yaqinroq bo'ladi. A rejimda datchik rivojlanmaganligi sababli bizda 1D tasvir hosil bo'lgan bo'lsa, ya'ni tasvirimiz 1D chiziqli bo'lgan bo'lsa, B rejimda endi datchiklar soni ko'p bo'ladi. Natijada tasvir bizda 2D ko'rinishda paydo bo'ladi. Ya'ni tasvirni endi nafaqat bo'yi, balkim eni ham bo'ladi. Endi tasvir chiziq emas, oq-qora rasm sifatida paydo bo'ladi. Agar bu buyruqni haqiqiy buyruq deb oladigan bo'lsak, bu joydan ultratovush o'tishining natijasida har xil muhtila, ya'ni buyruqning ichidagi muhitlar ham har xil bo'ladi. Yumshoq to'qimasi, u biriktiruvchi to'qima bo'ladi, buyruqning o'zini parenximasi, suyuqlik bo'lishi mumkin. Shularning natijasida hosil bo'lgan har xil muhtila chegarasidan qaytgan ultratovush chiziqlarni hosil qilardi. Mana ko'rib turganingizdek A rejimda. B rejimda endi bu oq-qora tasvirni hosil qiladi. Tasvir hosil bo'lishda piezoelektrik kristallarning soni ko'pligi juda ham yordam beradi. Natijada bizda oqdan qoragacha bo'lgan rangli tasvir hosil bo'ladi. Bu xuddi suv ostidagi maxsus qurilma bilan atrofni ko'rishga o'xshaydi. Sonar qurilmasida suzib yurgan baliq, yotgan shox, mana bu dagi tosh, mana xuddi shunaqa ko'rinyapti. Ya'ni bu haqiqiy tasvirni oq-qora aksi bo'lib ko'rinadi. Mana bu buyruqga kelib ultratovush eho sifatida orqaga qaytganining natijasida bizda buyruqni oq-qora tasviri hosil bo'ladi. Agar A rejimda bizda bunaqa chiziqlar hosil bo'lgan bo'lsa, B rejimda oq-qora tasvir hosil bo'ladi. Mana ko'zda B rejimdagi tasviri ko'rib turganingizdek, bu yerda oldingi kamera, gavhar, shishasimon tana, chegaralari yaxshi ko'ringan. Undan tashqari B rejim bizga real holatdagi tuzilmani harakatini ko'rsata oladi. Ko'zni harakatini B rejim yordamida ko'rish mumkin. Patologiyalar ham A rejimdan ko'ra yaxshiroq ko'rinadi. Masalan, biz ko'rib o'tgan kasalligimiz katarakta kasalligida B rejimda gavharni ichidagi suyuqlik xiralashganini mana bunaqa ko'rsa bo'ladi. Uchinchi rejim M rejim. M rejim bizda motion, ya'ni harakat rejimi hisoblanadi. Bu rejim yordamida kichik bir chiziqli hududda bo'layotgan harakatlarni grafik sifatida ko'rsak bo'ladi. Mana M rejimda yurakni urib turganini ko'ramiz. M rejimda mana shu chiziqqa ajratib olib, mana shu chiziqda harakat qilayotgan obyektlarni grafik sifatida chizib beradi. Mana ko'rib turganingizdek, har bitta qism harakatlanyapti. Mana shuni grafik sifatida pastda chizib beradi. M rejim harakatlanadigan obyektlarni ko'rish uchun juda ham yordam beradi. Masalan, yurakki harakatini ko'rish mumkin. M rejim bu B rejim bilan A rejimi yig'indisi hisoblanadi. Ya'ni oq-qora tasvirni ma'lum bir hududini olib, o'tdan chiziqli tasvir hosil qilib beradi. M rejimi, A rejimi va B rejimi birgalikda ishlatilishi deb olsak bo'ladi. Yaxshiroq eslab qolish uchun mana bu rasmga qaraymiz. Ananasga bananni qo'shganda multifrukt bo'ladi. Ya'ni A plus B barobar M bo'ladi. Shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi. E'tiboringlar uchun rahmat.